Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Navbatdagi video darsligimiz 21-dars, ya'ni amaliy ish qilamiz. Bu darslikda shorts uchun karta tayyorlashni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda sizga bir nechta kanallarni analizini ko'rsatmoqchiman. Hozir bu kanallarni o'zingiz ko'rib ham analiz qilsangiz bo'ladi. Birinchi kanal Gaming Spot yo'nalishi, ya'ni bu yo'nalishda asosan kanal qanaqa videolar qiladi? Mana shu personajlar bor, chaqmoq McQueen personajlari. Mana shu personajlarni turli xil to'siqlar yordamida tayyorlaydi, ya'ni to'siqdan o'tadimi yoki yo'qmi shu narsani belgisini berib, ya'ni o'tadigan bo'lsa птичка qo'yib, o'tmaydigan bo'lsa X belgisini qo'yadi va kanaldagi video xuddi shu tartibda ketadi. Hamma videolarda mana shu personajlardan va mana shu mashinalardan foydalanadi. Hop, ikkinchi kanalimiz mana shu Brain Road yo'nalishida, ya'ni personaj sifatida Brain Road tanlanadi va o'sha Brain Roadga mos ravishda mashinalar tanlanadi. Misol uchun yog'ochli, mana bu Brain Roadda Tuntun Sahurri personajini navbati kelgan vaqtda o'shaning musiqasi qo'yiladi. Xuddi shu tartibda video davom etib ketaveradi. Hamma videosida mana shu personajlardan foydalanilgan, ya'ni Brain Roaddan foydalanilgan. Uchinchi kanal bu boshqa kanallardan farq qiladi va buni yo'nalishi real hayotdagi avtomashinalarni to'siqlardan qay tartibda o'tay olishi haqida video darslik qiladi. Misol uchun bunda hech qanaqa modlar qo'yilmagan, hammasi BMG Drive ichidagi bor yo'llardan, bor konteynerlardan, misol uchun ko'proq mana shu speed bumplardan, trampolinlardan foydalanilgan. 4-kanalimiz Big Small yo'nalishida, ya'ni kichik mashinadan tortib to katta mashinagacha turli xil to'siqlardan o'tadi. Bu kanallar boshqa kanallardan ajralib turishini sababi mana bu 3D modellar aynan mana shu kanal egasi tomonidan yaratilib qo'yilgan. Shuni hisobiga prosmotrlari ham boshqa kanallarnikiga ko'ra anchagina yuqori. Misol uchun bu kanalning eng maksimalnisi 12 million bo'ladigan bo'lsa, bunda уже 62 million prosmotrni egallagan. Xo'p, keyingi kanalimiz bu ham Big Small yo'nalishida, faqat bundagi farqi, oldingi kanal bilan farqi, bundagi to'siqlar barchasi BMG Drive ichidagi to'siqlardan foydalanilgan. Endi ikkalasining farqini ko'rishingiz mumkin. Misol uchun mana bu kanal o'zi 3D modellar yasab olib kiradi, buni raqobatda yutib chiqish biroz qiyinroq. Bu kanalda bo'ladigan bo'lsa, modlarni oson topadi, videolarni nisbatan osonroq tayyorlaydi. Biz ham mana shundan boshlasak bo'ladi. Boshlanishiga keyingi darslarimizda mana shu 3D modellarni yasashni o'rganib olganimizdan keyin har birimiz trendga qarab mana shu personajlarni, mana shu to'siqlarni o'zimiz o'ylab topib, yaratib yoki internetdan 3D model topib, uni o'yinning ichiga olib kirib o'zimiz foydalansak bo'ladi. Xo'p, bularni sizga nima uchun ko'rsatdim? Bu kanallarni analizdan siz nimani o'rganishingiz kerak? Demak, siz kanal yuritayotganingizda aynan bitta yo'nalishni tanlab olishingiz kerak. Yo'nalish deganda mana shu personajlarni tanlab olishingiz kerak. Siz chaqmoq McQueen tanlaysizmi, Brain Road'ni tanlaysizmi yoki real hayotdagi mashinalar yo'nalishini tanlaysizmi yoki Big Small yo'nalishdagi kanalni yaratasizmi? Mana shu narsani o'zingiz uchun analiz qilib olishingiz kerak. Misol uchun bunda prosmotr zo'r bo'ldi degani sizda ham shu zo'r bo'ladi degan narsa emas. Siz qaysi yo'nalishda zo'r video chiqara olsangiz, raqobatchilarni yutib chiqa olsangiz, yorib chiqa olsangiz, siz ana shu yo'nalishda prosmotrlarni yaxshi qo'lga kirita olasiz. Eng muhim narsa bu yerda oldin Tun Sahurri mana bu Brain Road'da qilib turib, keyin chaqmoq McQueenga o'tib, keyin orada agar siz mana shunaqa real videoni qo'yadigan bo'lsangiz, real hayotdagi mashinalarning videosini qo'yadigan bo'lsangiz va bu videolarni bitta kanalga yuklasangiz, sizning kanalingiz katta ehtimol bilan yorib chiqa olmaydi. Ya'ni yorib chiqish deganda kanalga imkon beriladi, shortsga imkon beriladi, ya'ni to'siqlarni yengib o'tish. Agar sizning videolaringiz yaxshi prosmotr egallaydigan bo'lsa, obunachilarni ushlab qoladigan bo'lsa, sizning videoingiz yorib chiqadi. Bir yorib chiqqandan keyin video millionlab prosmotrlarga chiqib ketishi hech gap emas. Agar shorts ishlagan bo'lsangiz, bu narsani bilishingiz kerak. Agar sizning videoingiz birinchi to'siq shu 2000-3000 oralig'ida, ikkinchisi 34 ming oralig'ida qolib ketadi. Katta ehtimol bilan hammaning videosini prosmotri bir xil bo'ladi. 1000 tadan 2000 tagacha, 4000 dan 7000 gacha
uzog'i 10 minggacha ko'riladi. Undan tashqari 40 ming 50 ming orasida to'xtab qoladigan shortslar juda ham ko'p uchraydi. Ana shu narsani yorib chiqish uchun siz raqobatchilaringizni yengishingiz kerak va mana shu yo'nalishlarni aralashtirib olmasligingiz kerak. Aynan o'sha raqobatda yengish uchun. Shu joyda bitta sizga maslahat berib ketaman, tushuntirish berib ketaman. Nima uchun bular to'siqni yorib o'ta olmaydi? Ya'ni siz mana bu yo'nalishda video qo'yasiz, aytaylik, real hayotdagi mashinalar o'tish yoki o'ta olmasligi to'g'risida video qo'yasizda, orada mana bu videoni qo'ydingiz. Mana bu chaqmoq makpinni. Endi tasavvur qiling. Buni auditoriyasi taxminan necha yoshda bo'lishi mumkin va nimalarni yoqtiradi? Katta ehtimol bilan buni auditoriyasi yosh jihatdan o'ziga sal kattaroq bo'lib qolgan, qanaqadir ma'noda o'sha multfilmlarga qiziqmaydi, real hayotda yashaydigan insonlar va sizga multfilm taklif qilindi yoki Brian Road taklif qilindi va buni inkor etishadi buni obunachilar. Yoki aksincha, siz yosh bolalar ko'radigan chaqmoq makbin yoki Brian Roadni qildingiz va siz orada real hayotdagi mashina qo'ydingiz. Real hayotdagi mashina bu yosh bolalar uchun qiziq emas. Chunki uni hayotda ham bu mashinalarni ko'rib turgan bo'lishi mumkin, bu narsaga qiziqmasligi mumkin. Shu jihatdan videodagi auditoriyani, mana shu kanaldagi auditoriyani nima xohlashini bilib, o'sha yo'nalish bo'yicha, bitta yo'nalish bo'yicha ketish kerak. Xo'p, bu narsalarni tahlil qildik. Endi bu kanallardan yana biz nimani tahlil qilsak bo'ladi? Videoni borish ketma-ketligi. Videoni borish ketma-ketligiga keladigan bo'lsak, barcha videoda boshlang'ich nuqta bor, ya'ni video boshlanish nuqtasi bor. Ikkinchisi, qandaydir to'siqlar bor. Hamma kanalda ko'rishingiz mumkin. Mana o'rtada to'siq vazifasini bajaruvchi speed bump bo'lishi mumkin, qandaydir chuqurlar bo'lishi mumkin, devorlar bo'lishi mumkin yoki 3D modellar bo'lishi mumkin. Bu muhim emas. Demak, o'rtada bir qiziqarli qandaydir to'siq bor va oxirgisi kartada joylashish kerak bo'lgan narsa bu finish. Finishni ham o'zgacha, misol uchun mana bu videodagi oxirgi finishga pullar qo'yib qo'yishingiz mumkin yoki qanaqadir yutuqli, sovrinli narsa qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bu obunachilarni yana ham qiziqtiradi. Misol uchun bitta mashinangiz yetib bora olmasa o'sha pulga, ikkinchi mashina yetib borishini va u yerda nima bo'lishini, nima sodir bo'lishini obunachilar kutishi mumkin. Shuning uchun videoni borishi xuddi shu tartibda bo'ladi. Xo'p, endi ko'p gapiraverdim o'zi, shuning uchun o'yin ichiga qaytamiz. Bu gaplarni gapirmasam bo'lmasdi, chunki juda ham muhim ma'lumotlar mana shu darslikda berildi. Bu kanalni analiz qiladigan bo'lsangiz, mana shu kanalda analizlarni yaxshi qila olsangiz, o'z yo'nalishingizga ham yaxshi tushib ketasiz, xudo xolisa. Xo'p, endi men o'zim uchun bitta kartani ochib oldim test sifatida va sizga hozir video tayyorlash jarayonini ko'rsataman. Birinchi qiladigan ishimiz kartadan, kameradan chiqib olamiz va kartadan uzoqdan nazar soladigan bo'lsak, biz videomizni qayerda olishimizni aniqlab olishimiz kerak. Misol uchun hozirgi darslikda menga ochiqroq zona kerak, chunki men sizga hamma narsani yaxshiroq ko'rsatish, yaxshiroq tushuntirishim uchun. Xo'p, menga shu kichikroq kartani ochib oldim. Bu yerda eng muhim e'tibor qaratadigan narsamiz videoni tayyorlashga bo'ladi. Shuning uchun biz atrofdagi narsalarga e'tibor bermaymiz. Lekin siz shu narsaga e'tibor berib, chiroyliroq kartada, chiroyliroq joyda ortiqcha xalal bermaydigan narsalarsiz video qilganingiz maqsadga muvofiq. Xo'p. Birinchi navbatda bitta mashina tushira olasiz, ya'ni bu start boshlanadigan joy, ya'ni o'yinni boshlaydigan joyimiz. Ozgina yurish uchun zona tayyor bo'ladi bizda, zona bo'ladi va zonadan keyin taxminan mana shu joylardan biz to'siqlarni qo'yishni boshlaymiz yoki biroz uzoqroqdan to'siq qo'yishimiz mumkin. Karta bo'ylab harakatlanishda oldingi darslarimda ham aytib ketgan bo'lishim kerak. Agar aytmagan bo'lsam, siz kameradan chiqqandan keyin shunchaki yurish knopkasini chap tomondagi W o'ynaydigan knopkalar bor. O'shalar W, A, S, D knopkalari bu yurishni ta'minlab bersa, shuni shift orqali bosadigan bo'lsak, karta bo'ylab tez harakatlanishimiz mumkin. Bu ham anchagina vaqtni tejash uchun bizga kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu joydan taxminan biz qanaydir to'siq qo'yib olamiz. To'siqlarni 3D model yoki boshqa personajlarni qo'yishingiz mumkin edi. Men hozir bularni topib tayyorlashga vaqtim bo'lmayapti. Imkon qadar darsliklarning sonini ko'paytirib tezroq sizga mana shu tushunchalarni berish ilinjida sizga tezlashtirilgan tartibda buni ma'nosini tushuntirdim. Demak, ma'nosi shuki, xohlagan to'siqingizni qo'yib olasiz. Endi men qo'yadigan to'siq mana shu BMG Drive ichida bor bo'lgan tayyor to'siqlar bo'ladi hozircha. Buning uchun men mashinalar bo'limiga kirib, pastdagi devorli to'siqlardan yoki boshqa konteynerlardan
foydalanishim mumkin. Xo'p, qaysi to'siq qo'yamiz? Keling shunchaki mana shu konteynerni qo'yaylik. Boshlanishiga bo'ladi. Xo'p, mana konteyner qo'ydik. Konteyner qo'yganimizdan keyin F11 tugmasini bosib, kartani edit qilishga o'tamiz va select object orqali mana bu joyda select object da turgan bo'ladi. Mana shu modni tanlaymiz. Buni joylashuvini o'zgartiramiz endi. Joylashuvni o'zgartirgandan keyin o'zimizga kerakli tarzda taxlaymiz. Xo'p, bu yerda yana F11 tugmasini bosib inspektor bo'limini ochsak bo'ladi. Mana bu joyda inspektor bo'limi bor. Va biz mana shu mashinani tanlaganimizdan keyin inspektor bo'limidan buni aylanasini qo'yib olsak bo'ladi. Misol uchun aylanani to'g'ri qo'yishimiz uchun aylanish belgisiga o'tib olamiz va aylantirganimizda mana bu o'q qimirlayapti. Shuni 180 ga qo'yib qo'yamiz. Demak, karta bilan bu mos kelmadi. Hozir biz endi qo'lda to'g'rilaymiz. Xo'p, mana qo'yildi. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz bundan nusxa ko'chirish. Nusxa ko'chirish uchun shift tugmasini bosib qo'yolmagan holatda tortsak, bizda to'siqlar harakatlanadi. Xo'p, ko'ramiz. Buni orasi ochiq bo'lib ketdi. Biroz yopamiz. Chunki hamma mashina ham o'tib ketsa, bu to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun buni shu tartibda to'g'rilaymiz. Xo'p, ikkalasini qo'yib oldim. Orasi adashmasam bir xil. Aylanasini ham yana bir ko'rib olaman, tekshirib olaman. Hop, endi o'yinni pauzaga qo'yib turib, buni tepaga qarab tortadigan bo'lsam, ikkinchi nusxasi paydo bo'ladi. Buni olib kelib, shuni ustiga qo'yib qo'ysam ham bo'ladi. Biroz yaqinroq kelamiz, pasot tushiramiz mana. Hop, karta tayyorlash biroz vaqt oladi, shuning uchun mana shu marrani tayyorladik. Prosta mashina mana shu joydan o'tish kerak. Hop, endi o'tgandan keyin mana bu joyga qanaqadir biz finish belgisini qo'yishimiz kerak. Finish belgisini qo'yishimiz uchun F11 dan chiqamiz. Escape tugmasini bosamiz va ko'ramiz bizda finish belgisi uchun nima mos keladi. Hop. Tayyor narsalar yo'q ekan bu yoqda finish belgisi uchun. Shuning uchun biza faqatgina mana shu bayroqdan foydalansak bo'ladi menimcha. Bizga oddiy video tayyorlash uchun shu yetarli hisoblanadi. Demak, mana kartani tayyorlab oldik. Maqsad juda ham bir qiyin karta yaratish emas, videoni qanday tayyorlashni o'rgatishdan iborat. Shuning uchun vaqtimiz agar bemalol bo'lganda men sizga juda ham chiroyliroq karta tayyorlab video tayyorlashni o'rgatardim. Hozir biz video olish jarayonini siz bilan endi ko'rib chiqamiz. Bu darsligimiz davomida bo'ladi. Buni alohida dars qilib o'tirmaymiz. Xo'p. Biz biror bir mashina tanladik. Birinchi mashinamizni tanlaymiz. Bu joydan siz boya aytganimdek, o'zingiz mashinalaringizni tanlab olgan bo'lishingiz kerak. Bir nechta mashinani. Buni hammasini tushirishingiz shart emas, prosta o'zingizning g'oyangiz tayyor bo'lishi kerak. Xo'p, endi biz mashinaga o'tamiz.
Mashinaga o'tganimizdan keyin bizni qiladigan ishimiz har doim bu o'yinni yozib olish kerak. Mana shu replay funksiyasidan script A manager va replay qaysi holatlarda ishlatiladi? Script A manager faqatgina bir nechta mashinani bir vaqtning o'zida harakatlanganda kerak bo'lsa, bu replay funksiyasi script A managerdan keyin va alohida ishlatiladi. Ya'ni script A managerdagi videoni yozib olish va bitta mashina haydaydigan bo'lsak, script A managersiz shunchaki mashina o'zini yozib olish ham shuning ichiga kiradi. Buning uchun har doimgidek pauzani bosamiz. Nima uchun biz pauzani bosamiz? O'yin yozib olishdan oldin. Chunki biz mashina haydashni boshlaganimizdan keyin mashinani sirazi haydashga tayyor bo'lmasligimiz mumkin. Shuning uchun biz pauzani bosib olib, yozib olish funksiyasini bosamiz. Hozir men yozib olish funksiyasini bosdim. Endi pauzdan chiqib, buni shunchaki haydayman. Bo'ldi, yana pauzani bosdim. Bizga ortiqcha kadr kerak emas, shuning uchun stop belgisini bosaman va biz mashinani haydaganimizni xohlagan kadrimizdan ko'ra olsak bo'ladi. Bo'ldi, tayyor bo'ldi. Endi buni boshiga qaytaraman. Endi men chiroyliroq kadr qo'yib olaman. Misol uchun, ko'p shortslarda bu mana shu holatda haydaladi. Ya'ni mashina orqasidan kamera joylashtiriladi. Buning uchun Alt U tugmasini bossam, menda ekrandan barcha narsa o'chib ketadi. O'chgandan keyin mana kamera joylashuvlari yaxshi va keyin biz OBS Studio orqali bu o'yinni yozib olishni sozlaymiz. Buni hamma bilsa kerak. Buning uchun OBS Studioga kirish kerak. Kirganingizdan keyin mana shu joyda o'yinni zahmat ekran chiqadi. Faqat o'yinni o'zini belgilaysiz. O'yinning ovozlarini yozib olishni belgilaysiz. Mana bu рабочий stolda ovozi eng pastki ovozda turadi. Ya'ni bu o'chirib qo'yasiz. Hozir menda yo'q turibdi. Mikrofonlaringizni ham o'chirib qo'ysangiz bo'ladi va mana shu joydan ovozni qo'shib, misol uchun zahmat igri bosib shu joydan zahvat zvuk приложениeni bossangiz ham bo'ladi. Misol uchun shu joydan mana o'yinni bosasiz BMG drive qilib va keyin OK bosib shu joydan qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Endi menda zapis ketayotganligi uchun hozir bu narsani qo'yadigan bo'lsam, menda muammo tug'ilishi mumkin. Shuning uchun men bu narsani sizga shunchaki ko'rsatib o'tib ketdim. Xo'p, hozir men enterdan pauzadan chiqadigan bo'lsam, mashina sirasi haydalib ketadi. Shuning uchun men pauzada turibman. OBS Studio настройка qilingan va men ekranni yozib olishni boshlayman. Misol uchun, qaysidir tezkor klaviaturadan men OBS Studioni zapisini boshlashni tayyorlab qo'yganman. Misol uchun nuqtaga qo'yib qo'yganman. Ikkalasini bir vaqtda bosadigan bo'lsam, mana o'yin yoziladi. Xo'p, o'yin yozib olindi va shu joyda men pauzani ham to'xtadim. Demak, menda birinchi kadr tayyor bo'ldi. Xo'p, shu joyda yana bitta sizga eslatma berib ketaman. Nima uchun men mashinani to'g'ridan-to'g'ri haydab ketmadim? Shu oson edi-ku. Misol uchun, hozir ko'rsatib oling. Misol uchun to'g'ridan-to'g'ri men shuni agar haydab ketsangiz bo'lardi-ku, mana shu hamma narsani ekrandan o'chirib, pauzadan chiqib deydigan bo'lsangiz, bu videoning sifatiga ta'sir qiladi. Chunki biz mashinani haydayotgan vaqtimizda o'yindagi fizika ishlash jarayonida bo'ladi va o'sha fizika kartaga, ya'ni video kartaga nagruska tashiydi. Bu kuchli kompyuterlarda bilmasligi mumkin, lekin sizning kompyuteringiz sal byudjetniroq variant bo'ladigan bo'lsa, sal salabiyroq bo'ladigan bo'lsa, mana shu atrofdagi hisob-kitoblarni, misol uchun bu to'siqqa borib uriladigan bo'lsa, urilganligini bu fizikasini hisob-kitob qilish kerak. Misol uchun qanday borib urildi, qanday chachilib ketdi, shu narsani anglab olish kerak va bunga video kartani kuchi ketadi. Biz buni replay orqali yozib olganimizdan keyin xohlagan vaqtimizda biz faqatgina mana shu yozib olgan narsamizni qaytadan tomosha qilishimiz mumkin. Tomosha qilishga esa video kartani kuchi unchalik ko'p ketmaydi. Chunki tayyor yozib olingan narsa bu. Ya'ni xotiradagi ma'lumotni biz ekranimizga chiqarib berish kerak. Bunda video kartaga nagruska tashimaydi va bizda o'yinimiz ichida qandaydir qotishlar, qandaydir o'xshamagan kadrlar kam bo'ladi. Ya'ni videoning sifati oshadi. Shuning uchun mana shu sifatdan, mana shu usuldan foydalanamiz. Demak, biz birinchi
faylni kompyuterimiz xotirasiga yozib oldik. Endi qiladigan ishimiz escape tugmasini bosamiz. Escape'dan oldin bizda yana bir narsa qolib ketdi. Biz R tugmasini bosib, mashinani joyiga dastlabki holatiga qaytarib oldik va zapis o'chirib tashladik. Endi biz qiladigan ishimiz escape tugmasini bosib, biz mashinani shu joydan alishtirib olishimiz kerak. Misol uchun, keyingi mashinaga sal kattaroq mashina qo'yamiz, misol uchun. Mana shu mashinalarni o'z uchun nomlarini ko'rib, hammasini o'yinga tashab, qaysi biri qanaqa kattalikdagi, hajmdagi mashina ekanligini o'z uchun bilib olish kerak. Keling, mana shu katta balonli mashinani yoki mana shu kattaroq mashinani qo'yamiz va shu joyda ikki xil mashina qo'yish bor, spawn nef hamda mashinani takrorlash, ya'ni yangi mashina qo'yish va mashinani o'zini o'rnini alishtirish. Shu joyda biz mashinani o'zini alishtiramiz. Chunki biz agar boshqa mashinani yangi qo'yishni bossak, u yonidan tushadi. Endi biz uni yana qaytadan joylashtirib, eski mashinani o'chirishimizga vaqt ketadi. Va xuddi shu ishimizni yana takrorlaymiz siz bilan. Pauzani bosib, zapis qilishni bosamiz va pauzadan chiqib mashinani haydaymiz. Xo'p, mana ikkinchi mashinamiz aytaylik, endi to'siqdan o't olmadi, to'siqlarimiz buzilib ketdi. Shu joyda pauzani bosamiz. Xo'p, va zapisni tugatamiz. Endi shu joyda qiladigan yana bir ishimiz Alt U ni bosib, hammani undan chiqib olamiz. Sozlamalarni ko'rinmaydigan qilamiz. O'zimizga kamerani qulay joyga joylashtiramiz va OBS Studioda zapisni yoqib, o'yinni pauzadan chiqarsak, bizda zapis ketyapti. Ikkinchi kadrimiz xuddi shu tartibda olinadi. Bo'ldi. Bizda endi ikkinchi kadr ham tayyor bo'ldi. Ikkinchi kadr tayyor bo'lgandan keyin qiladigan ishimiz o'yinni pauzadan chiqaramiz. Xo'p. Alt U ni bosib barcha narsani ko'rsatib olamiz. Replayni orqaga qaytaramiz. Demak, bu o'chdi. R tugmasini bosib mashinani joyiga qaytarib olamiz. Endi keyingi qiladigan ishimiz bizni mana bu to'siqlarimiz buzilib ketdi. Bu to'siqlarni joyiga qaytarish uchun tab tugmasini bossak, bizda mashinalar va mana shu 3D modellarni ko'rinishi anosi o'zgaradi. Ya'ni biz boshqa mashinada bo'lsak, bu boshqarish boshqa mashinaga yoki 3D modelga o'tadi. Shu joydan biz keyin R tugmasini bosamiz, tab bosib, yana R tugmasini, tab bosib, 3-chi mashinaga ham R tugmasini bosadigan bo'lsak, bizning xaritamiz o'zining joyiga qaytib keladi. Agar biroz joyi farq qiladigan bo'lsa, F11 ni bosib ozgina tahrirlab yana joyiga qaytarib olsak yoki J tugmasini bosadigan bo'lsak ham bu mashina o'zini joyiga qaytadi. Yana tab tugmasini bosib biz mashinaga qaytib olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz 3-chi mashinani tayyorlash. 3-chi mashinani tayyorlash uchun yana mana shu mashinalarga kiramiz va keyingi mashinani alishtiramiz. Xo'p, 3-chi mashina bizda tayyor bo'ldi. Bunda ham qiladigan ishimiz mana shu ishimizni yana takrorlash. Ya'ni zapis yoqamiz. O'yinni pauzadan chiqarib, mashinani haydashni boshlaymiz. Bo'ldi, o'yinni pauzaga qo'ydim, zapis to'xtatdim. Yana qiladigan ishim o'yinni pauzaga qo'yib turish va kamerani sozlash, barcha jihozlarni o'chirish va o'yinni pauzadan chiqish. Shu joyda kamerani biroz boshqarsangiz ham bo'ladi, o'zingiz misol uchun. Yon tomondan, old tomondan farqi yo'q. Ekran zapis qilib ketaveradi, OBS Studio zapis qilib ketaveradi. Xo'p, shu joyda video darslikka yaqin yasaymiz, chunki juda ham o'zi cho'zilib ketdi. Demak, bu darslikda kanalni analiz qilish, o'zimizga yo'nalish tanlash hamda videodagi, ya'ni shorts videolarimizdagi kadrlarni tayyorlab kesib olishni sizlar bilan birgalikda o'rgandik. Xo'p, keyingi darsligimiz bundan ham qiziqroq bo'ladi, chunki biz borgan sari qiyinroq bo'lgan vazifalarga o'tib boramiz.